Ob-havolarimiz nima deyapti? Tog' Toshkentga kelib qoldi-yu. Bundan oldingi qo'ygan istoriyamga ahamiyatliroq bo'lasizlar. O'tgan safar qilgan master-klassimga qatnasha olmay qolgan hamkasblarim yoki yana boshqatdan qatnashmoqchi bo'lgan hamkasblarim yana boshqattalab master-klass boshlayapman. 9-10 fevral kunlari dushanba, seshanba kuni 2 kun davom etadi. Bundan oldingi qo'yilgan silkadan hozir bekam qo'yib qo'yaman. O'tib olinglar. Xudo xolisa bunisi ham rosa zo'r bo'ladi. O'tgan safargisiga o'xshab sizlarga bor bilimlarimni yetkazib berishga harakat qilaman. Bundan u yog'iga qiladigan mavzularim, master-klasslarimni, onlayn mavzularni yana boshqacha qilishga harakat qilaman. Nimada qiynalib turganlaringni o'sha kanalga kirib, silkasiga, kommentariyasiga yozinglar. Men sizlarga shunga qarab master-klasslar qilishga harakat qilaman. Xayrli, barakali kun.